Alloh beraman siz hech gap bas. Do'stlar, tabriklasalar ham bo'ladi. Men o'zimga Voyage Free mashinasini sotib oldim. Do'stlar, mana hozir yangi mashinada Voyage'da S5 ga kelganmiz. S5 da biz ko'ryapsizlar. S5 ga nimaga kelganimizni hozir men sizlarga ko'rsataman, ko'rib turinglar. Mana Voyage. Endi kelinglar hozir nimaga S5 ga keldik. Tabriklasalar ham bo'ladi. Yana bitta tabriklaylar. Alloh beraman siz hech gap bas. O'shaning uchun har doim sizlarni ponni duolarini orqasidan bo'lyapti. Chunki xalqni duosini olinyapti. Tinmay xalqimiz, bizni joyiga kelgan xalqimiz xudo xolasa hamma duo qilib ketyapti. Endi orada so'kayotganlar ham bor. Hali ichib kuyib ketyapganlar. Lekin bizni duo qilayotgan odamlar juda ham ko'p deb o'ylayman. Chunki ishlarimiz oldiga yuryapti. Sizlarga hozir yana bitta joyimizni ko'rsataman. Mana masjid qaranglar. S5 sizda o'tsa arenda deb bergan. Mana shu joy bizniki. Xudo xolasa shu ice yozuvi bilan yana boshqatdan video qo'yaman, ko'rib turinglar. Mana shu joy. Mana shu joy. Stenkamiz ham bor, kelaverasizlar.